Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun ko'pchilik chorvador akalarimiz ishonchiga kirib kelgan, chorvasini og'irini yengil qilib kelayotgan Chorva Pro universal drabilkalar ishlab chiqarilish sexiga kelganmiz. Albatta videomizni oxirigacha tomosha qilsalaring. Ustakamiz bilan birgalikda zo'r obzor qilib beramiz. Narxlarini ham bomba qilib qo'yishgan. Albatta o'tgan safargi videomizda ham ko'pchilik ko'rishgan, narxlari zo'r bo'libdi. Menga yoqdi, sifat tomonlama ham zo'r kommentariyalar bo'lgan. Yana bugun o'sha ishlab chiqarilish sexiga kelganmiz. Akalar, albatta videoni oxirigacha tomosha qilinglar. Bugun chorvangizni anchagina og'irini yengil qilib beradigan universal drabilka ishlab chiqarilish sexidan sizlar uchun zo'r obzor qilib beramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Joningiz sog'mi? Rahmat, Xudoga shukr. O'tgan safargi videomizda ham ancha kommentariyalar bo'ldi, chiroyli so'zlar yozishdi. Bugun Xudo xohlasa yana xuddi ana shunday chiroyli obzor qilib beramiz. Narxlarni ham bomba qilib berasiz o'tgan safar. Zo'r qilib, chiroyli narxlarda qilib beramiz. Bo'ldi, xo'p bo'ladi. Bo'lmasam drabilkalarimiz haqida qisqacha ma'lumotlarni ustakamiz o'zlari berishaveradi, ustaka. Bir qator drabilkalarimizda bugun qanday yangiliklar bo'ldi, qanday qulayliklar bor, hammasini drabilkalarga o'zgartirishlar kiritdik. Misol bir xil odamlar turba variant deyapti. Turba variantlari uchun mana maxsus turbali variantni ham qilib qo'ydik mana. Qalinligi 1 li turba bo'ladi. Qorin qismida. Xo'p, mana shu. Ha, mana shu o'sha qalin turbali bo'ladi. Keyin mana u mahaviylari, mana cho'ya mahaviy, zavodskiy mahaviy so'raganlar uchun. Qalinidan, qalinidan 1 santimetrga. Shunaqalari bor. O'sha aytganimizdek, misol arzonlari ham bor deyapmiz. 1 million 300 minglik ham qilib qo'ydik. 1 million 300 lik ham bor. Ha, unisini oxirida ko'rsatamiz. Video davomida ko'rsatamiz. Video davomida ko'rsatib ketamiz uni ham. Uni ham lekin aytishimiz kerak, u o'tam chiqaraveradimi? U endi asosan somon bo'lsa, somonni shuni maydalab beradi. Asosan shu ko'rinishi shunaqa. Ko'rinishi shunaqa bo'ladi. Ko'rinishi shunaqa bo'ladi. Uni video oxirida ko'rsatamiz. Video oxirida ko'rsatib ketamiz. Bo'ldi, xo'p bo'ladi. U albatta ustaxonaning ichida turibdi, uni ham ko'rsatamiz. Xo'p, qulayliklardan keladigan bo'lsak, tagida g'ildiragi bor. G'ildiraklik, yonida sopi bor. Keyin yana bitta narsa, misol mana yonidan ham qilyapmiz mana. Misol mana uni qo'yib, orqa tomondan ilgari ilib ham qo'yasiz. Ha, bu talab takliflarga qarab qilinadi. Talabga qarab bo'laveradi. Misol bunaqa varianti ham bor. Bu endi eladi tepadan solinadi. Sop turib tepasini yopasiz. Endi mana bu vipiskalarimiz nabarot unaqa bo'lmaydi bular. Gacha bo'ldi, qatiydi, bo'ldi. Tepani ochib, yopib shart bas bu narsasi. Bu elaklari yonidan mana. Shuni yonidan olinadi. Yondan olasiz, yondan solasiz, bo'ldi. Bunaqa ko'p vaqt olmaydi bu ham. Qulayliklardan bittasi mana shu narsa bo'ladi. Keyin yozdi yana bitta narsaga e'tibor berib qoldim ustaka. Mana drabilkangizda mana xo'p, mana oyoq tomoni bor-ku. Mana o'zida sim, haligi dumaloq sim bo'ladi-ku. Shunaqa ko'rardik. Mana ularni ko'rsating mana. Bularni endi mana biz sim jicha nozik bo'lib qolyapti deb turib, mana narsadan listli qo'yib ketyapmiz. Xo'p, ujonning hisobida nima qilaveradi? Bali puxtaroq bo'lyapti. Albatta olgan odam maza qilib sifatli narsa olishsin, ishlatishsin. Shunaqa. Juda ham zo'r. Albatta bu ham bitta ozgina nima deydi? E'tibor. E'tibordan chetga chiqmagan holatda qilingan ish juda ham zo'r. Xo'p. Hozir bu yerdan narxlari necha pulliklari turibdi mana shu yerda? Xo'p, narxlari mana shu turbali varianti. Xo'p. Mahaviy cho'yan zavodskiy bo'ladi. Mashinlarimizni 2,5 million qilib beryapmiz. 2,5 million so'm. Dastlabkasini kelishamiz. Hammasini dastlabkasini kelishamiz. Kelishilgan holda. Unaqa qimmat bo'lib ketadi. Yo'q, dastlabkasini yengilroq qilib beramiz. Iloji boricha yengilroq bo'ladi. Yengilroq bo'ladi. Mana shu holat bor. Mana holatlarimiz motoriga keladigan bo'lsak, 3,5 kilovatga 3,5 оборотлigi bor. Bularni aka misli ko'rilmagan narxi bordi. Qancha? 1 million 900 ming. Aldamang. Podpischilariga 1 million 900 mingdan qilib beraveramiz. Gapsiz. Endi xuddi shuni 6,5 kilovatga 3,5 оборотlarni 2 million 200 ming qilib beramiz. 2 million 200 ming. 2 million 200 ming so'm qilib beramiz. Narxlarni o'zgartirib yubordik. Manzilda ayting aka, ayting. Yozyovondan, Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Xonoboddan. Xonobodda akamizni nomerlari turibdi. Bemalol Telegramda yozsangiz, lokatsiya tashlab berishadi. Kelishsa, Xudo xohlasa, o'sha narxlarning ichida olib ketishaveradi. O'shunaqa. Endi bu roza kelyapti, rozaga bir aksiyalar qilaylik dedik. Gap so'z shunga bir yengilliklar qilib, misol rozada misol rozani tvol mol chorva bo'lsa, qiynalmaydi-da. 5 minutda chiqaradi. O'tgan safarga ancha yangilik qilibsiz aka. Gap so'z yo'q, zo'r. Endi shularning mislilarini kelishamiz telefonda. Telefonda kelishiladi. Kelishib ana qilinaveradi. Kelishmaydigan narsani o'zi yo'q. Ustakamiz bilan maza qilib suhbatlashib, qandaydir ma'lumot kerak bo'lsa, telefon qilsangiz, xudo xolasa drabilka bo'yicha hamma ma'lumotlarni beradi. Shunaqa. Yetkazdirib berish masalasi ham
bemalol o'zlari yetkazib berishadi. Yetkazib beramiz. Kelishib, narxlarni yengilroq qilib yetkazib beramiz. To'lov qanaqa bo'ladi, misol uchun yetkazib ber deganlarga? To'lovlar misol uchun mahsulot yetib boradi. Uyiga. Ha, mahsulot yetib borib qo'liga teggandan keyin xohlasa chilik orqali, xohlasa shopirimizdan naqd pul beraveradi. Borgandan keyin ishlatib ko'rib, keyin to'lov qilsalaring bo'laverar ekan. Albatta zo'r bu. Shunaqa. Endi lisli, mahalliyli deyilyapti. Bizga misol farqi yo'q uni. Klientlarimiz talabiga qarab qilaveramiz. Qilinaveradi. Mahalliylari 100 ming so'm razisada bo'ladi. 100 ming so'm xolos. 100 ming so'm xolos razisa. Yo'q, unaqa emas. 100 ming so'm razisada bo'ladi. Hatto lislilarimiz ham 8 li lis bo'ladi. Qalin yangi lis olib kelinadi, qalin 8 li lis bo'ladi. Keyin nimaga narxlar arzon deyotgan bo'lsang, albatta videoni oxirigacha tomosha qilib tursangiz, 1 million kishilik drabilka bilan birgalikda u haqida ham ma'lumotlar uni ham ko'rsatamiz. 1 million 300 mingligini ham ko'rsatib ketamiz video davomida. Gap so'z yo'q. Xo'p, usta aka, endi bu yerda hozir bu kuzatuvchilarimizga chiqarib ko'rsatib beramiz. Makkani, donini, mardaklarni ham chiqarib beramiz. Birgalikda hammasini ko'rsatib beramiz. Mana tomonda bug'doy hammasidan bor, bitta-bitta ko'rsatib beramiz. Komplektida necha xil setkasi bo'ladi? Komplektda buni 4 xil setka bo'ladi. Mana shu 4 xil bo'ladi, mana. Mana unisi mollar uchun bo'ladi. Xo'p. Mana unisi qo'ylar uchun. Mana unimiz makka bug'doy yorma qilib beradi qo'ylarga. Qo'y jo'ja nimaki bo'lsa-da. Parrandalar uchun. Mana unisi kepak holat keltirib beradi. Buni ham hozir video davomida ishlatib, qaysi qanday chiqarishlarini ko'rsatib beramiz. Gap so'z yo'q. Hammasini bir qator ko'ramiz albatta. Biz boshlashdan oldin kuzatuvchilarimizdan so'rab qolardik. Videoga like bosib, kanalda yangi bo'lsalaring, obuna bo'lib tursalang, xudo xohlasa mana shunaqa foydali videolarni har doim chiqarib boramiz. Kommentariyada bo'lsa usta akamiz uchun chiroyli so'zlarni yozib ketaverasizlar. Usta aka, boshladikmi bo'lmasam? Boshladi aka. Hozir qaysi setkasida nima chiqarib beramiz? Hozir qo'y bopi bor. Xo'p, qo'y bopida somon chiqarib beramiz. Qo'y bopida somonni holatda chiqarib beramiz. Mana kuzatuvchilar, mana shunaqa holatda hozir yana bir marta ko'rsatib beramiz sizlarda ishonchlaring uchun. Katlaman, hozir ko'ramiz qanday holatda chiqarib beradi. Endi yana bitta narsa, misol qo'y boplarini olib bo'lsa, misol birdaniga tashlab yuboravermaydi. Mol bop setka bo'lsa, o'ylanmaydi, shuni olib tashlayveradi, chiqarib yuboradi. Qo'y bopida maydalanaveradi, semitga bo'lsa singari qilib holatga qarab tashlab chiqaraveradi. Tushunarli. Bo'ladi. Keyin yana bitta narsa, bu tepaga urmaydi. Changni chiqarmaydi, mana changni chiqarmaydi, aylanib aqa chiqaradi. Qo'yizga urmaydi. Juda ham zo'r, albatta changga allergiyasi bor akalarimiz uchun ham bitta zo'r nima deydi? O'ylab topilgan bu narsa ham. Mana, endi ko'rishingiz mumkin. Bitta ko'rsatib beraveramiz, hali bir-biriga aralashmasligi uchun. Mana, ustki qismida ko'rishingiz mumkin, simichka po'chog'idan ham yarim holatga keltirib tashlagan. Buni o'sha silyos yoki mollaringizga atalab beradigan bo'lsangiz, atalab quyib bersangiz ham bo'laveradi shuni ustida. Juda ham zo'r. Endi bunisida molbob holatdami? Endi bu molbob holati. Molbob holatida. Molbob holatda ham chiqarib beramiz. Haqiqatan bunga katta tashlavorsa ham bo'laveradi. Bunga tashlaveradi. Gap yo'q. Lekin bu ham bunaqa katta chiqarayotgan yo'q. Xo'p, mana kuzatuvchilar, tegmagan holatda ko'rsatamiz. Mana tagidagisi nima deydi? Qo'y bopi. Qo'y bopi, ma'nosi bo'lsa mol bopi. Bunaqangi katta raznisasi yo'q, bemalol mol. Atay mol bopi ham o'zi normallikda. Tiqilmaydigan darajada. Tiqilmaydigan darajada. Yaxshi. Buni zo'rligi silyosga aralashtirib bersa, silyos nam ho'l bo'ladi, bu bir-biriga chiyishib rosa zo'r bo'ladi. U silyosga mana tagidagini aralashtirib. Tagidagini aralashtirsa zo'r bo'ladi. Endi mashinada endi mana makka chiqarib beramiz, makka poyalarni. Setkasini olib qo'yamizmi? Setka bilan chiqaraveramiz. Setka bilan chiqaraveramiz. Gap yo'q. Bitta ko'ramiz hozir. Buni ham albatta like bosib turinglar kuzatuvchilar.
Endi buni bunday qarasangiz, buni misol makkalari ham bor-da o'zida. Ha, o'zida. Misol dumbili bilan bo'lsa ham chiqarib yuboraverasiz. Mana bu narsani ham hech setka bilan chiqarib ko'rsangiz bilasiz, drabilkani qiynaydigan narsa bo'ladi u. Bo'ladi ustaga. Setkasi bilan chiqarganini qarang, mol bo'lib. Bunda hech qanaqangi nushq qolmaydi, sababi mana tikda o'tib ketgani bo'lishi mumkin. Mana undaqalari o'zi asli nushq bo'lib qoladi, lekin bu yerda hozir ko'rishimiz mumkin. Yorib tashlagan ko'kaklarini. Bu ham zo'r holatda. Buni qo'ybob setkadan ham chiqaraveradi. Faqat ozroqdan. Ozroqdan chiqaraveradi. Ozroqdan deyilganda endi aytib o'tib ketadigan bo'lsak, u dumaloq kichkina bo'ladi, o'shaning uchun ichida sig'im. Misol, sal ozroqdan solish. Molbob bo'ladigan bo'lsa, shu mol setkasini qo'yib, bir-birdan solaveradi. Qo'rqmasdan solaveradi. To'ki yaxshi bo'lsa bo'ldi. Qo'ybob bo'ladigan bo'lsa, nari setkasini qo'yadi, qo'ybobda chiqaraveradi. Albatta, shu narsani aytib o'tib ketish kerak. To'g'ri. Endi misol hozir hamma qilyapti, ko'proq misol sholiniki chiqyapti mana. Poxollarda misol. Poxol ham chiqaraveradi bunda. Ikki holatda ham chiqaraveradi. Bunisi ham chiqaraveradi, bunisi ham chiqaraveradi. Misol uchun uylarga olib borgandan keyin ham chiqarib ko'rsatib beraverasiz poxolni. Olib borib chiqarib ham ko'rsatib beryapti. Xavotirlanmasin. Bexijolat, tomoni niqasi yo'q. Albatta. Chiqarib ko'ramiz bundan ham. Poxoldanmi? Poxoldan bitta ko'ramiz. Bundan ham bir ko'ramiz bo'lmasa. Poxolni ham sizlar uchun bitta ko'rsatib beramiz. Endi narsani qo'ybobda ham chiqarib beraylik, ya'ni odamlar qanaqa bo'larkin deyishi mumkin. Bo'ldi, xo'p bo'ladi. Mana bunimiz qo'ybob setkada turibdi. Hali ham o'shanday turibdi o'sha setkasida. Setkalari hammasi bir-biriga tushaveradi. Hozir ko'ramiz, qo'ybobda qanaqa chiqaradi kuzatuvchilar. Qip tashlayapti, qip. Bo'ladi, Karimberdaga. Kuzatuvchilar mana yaqinroq kelishingiz mumkin. Mana o'si molbob setkada chiqarilgan, ha? Mana. Bu spesialni shu uchun tayyorlangan shekilli o'zi ham juda ham ajriq hamma yog'i bor ekan. Mana o'si bo'lsa qo'ybob holatda mana qarang, cho'zilishini. Mana, cho'zilishini qarang. Juda ham zo'r. Endi buni ham xuddi shunaqa bug'doy somonni singari buni ham ishlataveradi. Bemalol beraveradi. Endi demoqchi bo'lganingiz me'yori bor hamma narsani. Me'yor bilan solib chiqarish kerak. Me'yorda solib chiqaraveradi. Juda ham zo'r. Xo'p. Endi don mahsulotlariga kelamiz. Don mahsulotlarini parranda boqadigan akalarimiz ham Makka misol uchun mana mardaylar misol. Buni ham misol Dikuyga borsangiz, aytadi-da, misol 4 qop bo'ladigan bo'lsa 200 ming so'm deydi. 500 so'mdan chiqaradi. Misol 4 ta novosi yo sigiri bo'ladigan bo'lsa, bir oyligini hisoblasa 400-500 ming begorga ketadi-da. Buni mahsulotimiz oladigan bo'lsa, bu narsalar ham o'zida ekonomik chiqaveradi. To'g'ri. Rasxod bo'lmaydi. Buni ham mana chiqarib ko'rsatib beramiz. Bu narsa o'zimning boshimdan o'tgan, kuzatuvchilar. Endi buni legirovkasi bor. Mana legirovkasini ko'rsating, yaqinroq olib keling. To'ldirilgandan keyin legirovka, mana legirovka bo'ladi. Shuni legirovka otib qo'yasiz. Mana o'zi chiqib boshladi o'zi mana. Tortishni boshladi. Mana bu tomondan bo'lsa chiqarishni boshladi. Mana. Endi xuddi shu narsaga marday bilan solasiz. Misol uchun marday mana. Marday holatda ham tashaverasiz. Maktandan tashlaysiz, chiqaraverasiz. Bir xillanashdan tashlab turaveradi. Bo'ladi ham, Karimberdaga yerga to'pladi. Kuzatuvchilar, qalay videomizni yoqayotgan bo'lsa, albatta like bosib qo'yaverasizlar. Mana, opa. Parranda ishqibozlari va qo'y ishqibozlari bo'ladigan bo'lsa, qo'rqmasdan drabilkani olaverasizlar. Mana shu holatni keltirib beradi. Makkalaringizni dumbuli bilanmi, sotasi bilanmi chiqaraveradi. Farqi yo'q. O'ylanishda o'rni yo'q bu yerda.
Bu elagimiz endi yorma holati. Bu yorma holatdagisi mana. Yorma holatdagisi. Katta yorma holatdagisi. Endi kepak holat keltiraman, bundan ham maydasi bor. Buni ham chiqarib ko'rsatib beraveramiz. Kepak holatdagisida ko'rsatib beriladi. Bo'ldi. Bo'lmasam bitta buni ham ko'ramiz. Keyin o'sha ko'pchilikni qiziqtirgan joyga kirib, sizlar uchun yana bitta obzor qilamiz. Hali 1 million chilik drayverga bor, o'shani ham ko'rsatib beramiz. Bu ham endi xuddi shunaqa nariginga o'xshab, misol uchun o'sha legirovkasi bor o'zini. Mana shu legirovka bo'yicha ochasiz, o'zi tushaveradi o'zi. Shu yarasasi tushadi, chiqaraveradi. Ha, tushunarli. Bunda ham misol uchun Makkani ham yana ham mayin qilmoqchi bo'lsa, mana shu sepkada qilaveradi. Bemalol. Farqi yo'q. Endi biz ko'rsatib berish maqsadida ikkovidan solib qo'yganmiz. Ikkovidan qilib qo'yganmiz. Hamma narsani bitta drabilkani o'zida chiqaradi. Shu universal hisoblanadi. To'rtta setkasi o'sha almashtirib ishlatiladi. Hisoblanadi. Juda ham zo'r. Mana, kuzatuvchilarimiz kepak holatga olib kelib tashladi. Mana. Ichida unlari ham bor, kepagi ham bor. Bemalol buni ratsion tuzib bersangiz ham bo'laveradi. Mana shu endi o'sha mayin holatdagisi bo'ladi mana. O'sha har doimgidek 4 xil elak mana. O'shanisida chiqarib berildi. Hozir mana unda chiqarildi mana. To'g'ri. Mana shu narsa. Bu yorma holat, qo'ybob, molbob. Hammasini chiqarib berdik yoki endi ko'p kuzatuvchilarimiz kutib turgan bo'lsa kerak, 1 million 300 ligini bitta ko'rsataylik. Endi unisini ham ko'rsatamiz. Qani ichkariga kirib. Hozir menimcha bu yerda hammasini chiqardik, ko'rsatdik. Poxol, somon, makka, hammasi chiqdi mana. Bug'doy, don. Bitta bu yerda ham ko'ramiz. Endi odamlar shelaka bo'lib narsalar chiqaryapti. Endi buni ustalar olmaydi-da buni. To'g'ri. Buni chorva boblar oladi. Chorvasi bor odamlar oladi. To'g'ri aka. Bo'lmasam bitta ichkarini qiziq joylaridan ko'rsatib beramiz. Endi orada yana bir ko'rsatib o'tib ketaveramiz. Misol sezoni o'tgan bo'lsa ham, misol pechkalarimiz bor. Parnikka oladigan akalarimiz bor. Parnik bor, misol pomidori boshqaga mana atrabon pechkamiz bor misol uchun. Narxi nechta buni? Buni 300 ming so'm qilib beraman. Hazillashmang. Ro'za Ramazonga hamma narsamiz aksiya qilyapmiz. Arzonchilik, mana shu bir oy aksiyada 500 ming yoki 600 ming ko'rgandim, adashmasam. Shunaqa sotilgan. Mana shularda hozir biz misol nechta zakaz qilinsa farqi yo'q. 300 ming so'mdan mana shu ro'za ichi qilib beramiz. Optim narxda. Optim narxda qilib beraveramiz. Gap yo'q. Mana pechkamiz bor-ku. Shu pechkamizni ham 500 ming so'mdan qilib beraveramiz. 500 mingdan. 500 ming so'mdan ro'za oyi qilib beraveramiz. Kuzga qishga olib qo'yaman deganlar bo'lsa, aytsa olib qo'ysin. Hozir jo'ja sezon boshlandi. Shu gapingizga bitta narsa esimga tushib ketdi. Kecha kuni bo'lgan holat. Bitta tanishimizni jo'jaxonasi bor. Kirsak, aka, qancha oldingiz? 10 ta olibdi. Aka, qancha oldingiz desam, qanchadan oldingiz desam, 650 mingdan oldim deyapti-da. Xuddi mana shunaqa pechka kattaligi ham menimcha nechi bu kattaligi? 20 ga nechidir bo'ladimi? Ha, buni kattaligi endi bunaqasi 40 bo'ladi. Bunaqasi 30 bo'ladi. O'sha ko'rinishi shunaqa edi. 30 ga 45 bo'ladi. Men optim olganimga o'sha 650 dan berdi deydi. Buni ham o'zi 680 ming sotilgan. Optimga misol 680 ming, 650 ming oxiriga sotilgan. Biz bir oyga mana kelgan ro'za oyiga aksiya qilyapmiz. Gapsiz yo'q. Bo'ldi, bu aksiya ro'zadan keyin narxlar o'zgaradi. Yana o'zgaradi. Nimaga arzon deyotgan akalarimizga o'zlarida lazerlari bor. Har qanaqa ish qilaveradi, kat yo'lmi, boshqa nima kesilsa, gullar kesish kerak bo'lsa, misol uchun mana gullar. Lazer bob ish bo'lsa qilinaveradi. Lazerga ham kelishaveradi. Lazerga ham kelishaveradi. Juda ham zo'r. Zakazga ham qilib beraveramiz. Endi mana misol baqa kelsangiz mana. Mana xuddi o'sha mana cho'ya mahaviy bo'ladi mana. Hozir ko'rsatganimiz. Hozir ko'rsatganimiz mana. Mana cho'ya mahaviy qalin o'sha zavadski cho'yan. Xo'p, pichoqlari malatga bo'yi. Endi mana biz o'zimiz o'sha aytayotgan listli variantimiz. Sal bu ham joy. Endi buni bunday qarasangiz, bu deyarli bir xil o'zi. Joy yuk qolmasdi. Bu temir og'irligi 1 kiloga farq qiladi. Pozitsiyasi bor. Farqi yo'q. Misol zavadski mahaviyli deganiga mahaviyli beramiz. Temirli holat deganiga temir ham yupqa bas 8 ga temir yupqa emas haqiqatdan. Keyin mana o'rtalari misol turib bas. Frutdan qilinadi misol to'kirishlari misol. Chiroqli
qilingan. Motorlarimizga kelsak, mana misol biz yangi olamiz, motorni yangi mana ochib qo'yilganini ko'raylik. Yangi Xitoydan o'sha keladi, mana nimalari bo'ladi o'zini o'sha qog'ozlari bo'ladi. Mana shu holat. Shunday salafan derding bo'lmasa. Hoppa. Mana. Mana bularni endi yangi keladi. Mana shu xuddi shu narsa, mana samazashta deganimiz, mana shu narsa bo'ladi. Motor kuymasligi uchun tiqilib, o'zi o'chadi. Nimadir bo'lsa, o'zi avtomatik tashlaydi. Mana samazashtalik, mana yerda mana sifr ko'rsatib turadi. Necha vatda ishlayotganini ko'rsatadi. Qo'shimcha biz o'sha avtomat qo'yib ketyapmiz. Avtomat qaysi deydigan bo'lsalar, mana avtomat bo'ladi. Mana uni yoqasizlar, o'chirasizlar. Xuddi mana shunaqa. Shu. Endi yana bitta narsa. Xo'p. Eng qiziq joyi kelsak. Eng qiziq joyi, misol shashlik ko'ralar ham bor. Shashlik ko'ralar ham bor. O'rtoqlar bilan mayapkaga chiqadigan bo'lsalaring. Yig'ilib chachilaveradigan. Misol uchun, hozir endi videomizni katta-katta do'konlar tomosha qilayotgan bo'lsam, Optimga chiqishadi-yu. Sizga misol uchun aka, menga mana bu narsani yasab bering desa, yasab beraverasizmi? Agar zakaz bo'lsa, har qanday zakazni qilib beramiz. Qo'ldan keladigani bo'lsa. Mana drabilkamiz bor-ku. Misol 3 ta olaman deydi odam chiqib qolsa, xo'p, shashlik ko'ralar bonus qilib beramiz. Gap so'zi, o'rtoqlar bilan bitta maslahatlashish kerak. Bu shashlik ko'ra chachilib yig'iladi hop. Boshdan orqasiga tashab qo'yib, boshdan og'ayni boshqa bilan mayobkalarga chiqsa bo'laveradi. Gap so'z yo'q. Bonusni zo'ri. Bonusni zo'ri. Gap yo'q. Aytib boshish kerak. Endi eng qiziq joyi kelamiz. Boshida aytib qo'yganmiz, 1.300 mingligini deb. Mana bu 1.300 mingligini ham ko'rsatib beramiz. Mana variant 1.300 mingligi. Ko'rinish xuddi mana shunday. Endi ko'rib turib, bir xilcha deydi misol uchun. G'ildiragi bor. G'ildiragi hamma yo'g'i bo'ladi. Sikkasi yonidan. Bunda endi ozonligi misol uchun motorda farq bo'ladi. Motori kichikroq bo'ladi. Nisbatan ularga qaraganda. Nisbatan kichkina, keyin buni pichog'ida boshqa ishi bor. Misol ularimiz liskga terilgan pichog'i ko'p bo'ladi. Bunda unaqa bo'lmaydi. Buniki pilis ekan. Bu pilis risol holat bo'ladi, temir. Bu makka misol uchun don anaqalar qila olmaydi, universal bas bu, prostoy hisoblanadi. Bunda somon chiqaradi xolos. Somon chiqaradi. Somon chiqaradi. Misol naragalarimizda bitta somon, bitta prosti 50 minut, 50 sekund, 1 minutga olib bormasdan chiqarayotgan bo'lsa, bunda chiqaradigan bo'lsa, o'sha 8 minut, 10 minutda chiqaradi. Sal sekinroq. Sal sekinroq chiqaradi. Puliga yarasha. Puliga yarasha. Tushunarli. Misol uchun, yo'q, meni pulim oz deganlar uchun, misol buni ham tavsiya qilib beraman. Endi misol uchun uyingizda bitta ikkita molingiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol olib qo'ysangiz bo'laveradi. Shunaqa. Endi lekin o'sha yaxshi lekin. Yaxshi. Misol uchun agar aka ozroq ustiga pul qo'shib beraman, pichog'idan ko'paytirib bering desa, kelishsa bo'ladi. Shuna desa, misol uchun kelishilgan holatda mana shu misol arzonroq variantga ustiga qo'shimcha bir pichoq qo'yib, yana ham bir takomillashtirib beraveramiz. Gap so'z yo'q. Optimcha akalarimiz ishlaydi-yu drabilka bo'yicha. Siz bilan aloqaga chiqsa, narxidan yana yo'l qo'yib beramizmi? Hamma aytilgan drabilkalar. Optimchaga agar chiqadigan bo'lsa, narxlarini kelishtirib, siroli narxda qilib beramiz. Beriladi, juda ham zo'r, gap so'z yo'q. Keyin o'sha bu asosan yana bir nimalar chiqyapti. Hali bir xilga odamlar chiqyapti. Menda motorim bor degan odamlar bor. Shular uchun ham misol uchun 1.300 mingdan beramiz. Motorni olib turib, o'rniga mahaviy beramiz. O'zini motoriga shuni qo'yib olaveradi. O'shanda katta drabilka hisoblanadi. Shunda yana o'sha universal drabilkani ishini qilaveradi. Gap so'z yo'q, kuzatuvchilar, agar o'zingizni drabilkangizdan qoniqmayotgan bo'lsangiz, akamizga bemalol aloqaga chiqsangiz, xohlasa kelishmaydigan joyini o'zi yo'q bu akamiz bilan. Bemalol aloqaga chiqsalaring bo'laveradi. Menimcha hammasini aytdik, ko'rsatdik. Olib ketgan ma'lumotlar bo'lsa, telefon orqali beraverasiz bemalol. Yana bir ma'lumotlar bo'lsa, telefon orqali beraveramiz. Bo'lmasam kommentariyada yozsalaring, xudo xolisa hammasiga javob berishga harakat qilamiz. Aka, o'tkazgan vaqtingizga rozi bo'ling. Xuddi mana shunday yangiliklarni har doim kuchaytirib boravering. Yana kutib qolamiz. Xudo xolasa. Kuzatuvchilar, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Aka, rahmat sizga.